Assalomu alaykum. Demak, bugun ma'rifat va ta'rif 2026-yil savollar. Birinchi variant 17-savolni ko'ramiz. Temir va rixdan iborat 35,4 gramm aralashma suyultirilgan nitrat sifatida eritilganda 3 xil tuz hosil bo'ldi. Eritma bug'latilib, doimiy massaga kelguncha qizdirildi va 48,2 gramm qattiq qoldi. Reaksiya uchun sarflangan nitrat sifatini toping. Demak, bizda temir va rixdan iborat aralashma bor ekan. Bu aralashmaga suyultirilgan nitrat qo'shadigan bo'lsak, bizdan temirning uchli nitrati plus NO va suv hosil bo'ladi. Bundan esa nitrat qo'shadigan bo'lsak, suyultirilgan rux nitrat plus ammoniy nitrat NH4NO3 va suv hosil bo'ladi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, koeffitsiyentlarni tenglab olamiz. Bu yerga 4, bu yerda 4 da o'zi bu yerga 2 qo'ysak, reaksiyamiz teng. Bu yerga 4, bu yerga 10, bu yerga 4, bu yerga 1 qo'yib, bu yerga 4 ta bo'lsa, vodorod bu tomonda 10 ta, bu tomonda 4 ta. Hop, 6 ta, 3 ta qo'ysak, reaksiyamiz teng ekan. Suv tenglashimiz ahamiyatsiz, lekin doimiy kerak bo'ladi, mabodo so'rab qolish mumkin. Hop, endi temir 3 nitrat bu qattiq qoldiq, mana 3 xil tuz hosil bo'ldi. Bizda temir 3 nitrat, rux nitrat hamda ammoniy nitrat. Temir 3 nitrat hamda hosil bo'lgan aralashma deyapti-ku, rux nitrat, hop, rux nitrat hamda ammoniy nitrat NH4NO3. Bu aralashma qizdirildi. Bu aralashmani qizdirsam, bundan temir 2O3 plus NO2 plus kislorod hosil bo'ladi. Bundan rux oksidi NO2 plus kislorod hosil bo'ladi. Bundan azot peroksidi va suv hosil bo'ladi. Reaksiyani bundan boshlasak tenglashsin. Bu yerga 2 qo'ysam reaksiyamiz teng. Endi bu yerga 2 qo'yib 4 ta 5 ta, bu yerga 1 taqsim 2 qo'ysam reaksiyamiz teng. Endi bu yerga 4, bu yerga 2, bu yerga 12 qo'yib 12 qo'ysam kislorod oldiga 3 qo'yaman. Bunda ham reaksiyamiz teng. Bizda shu yerdagi bu qattiq qoldiq bo'ladi 48,2 gramm. Endi dastlabki aralashmada temir bilan rux 35,4 gramm edi. Endi qaraydigan bo'lsak, baribir ulardan hosil bo'lgan moddalarning miqdori o'zgarmaydi. Ya'ni bu yerda mollarini to'g'rilab olsak bo'ldi. E'tibor beradigan bo'lsak, endi agar bu yerda x deb olsak, bundan ham x mol hosil bo'ladi. Bu x mol bo'ladigan bo'lsa, bu 0,5x mol bo'ladi. Endi buni y mol deydigan bo'lsak, bu ham y mol chiqadi. Bu yerda y mol bo'lsa, bundan ham y mol hosil bo'ladi. Endi hisoblayman. 56x plus 65y. Koeffitsiyentning unchalik ahamiyati yo'q hozircha, chunki biz hammasini bir xil deb olyapmiz. Teng 35,4. 0,5x plus buni ko'paytirib olishim kerak. 160 ga 80x plus bu 81y teng 48,2 ga. Buni ishlaydigan bo'lsak, bu sistemani ishlaydigan bo'lsak, x imizning qiymati 0,4, y imizning qiymati esa 1/5, ya'ni 0,2 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda 0,2 buni haqiqiy o'zini moli 0,2 mol ro'yxatga kelingan ekan. Buni moli esa 0,4 mol ekan. Hop, endi qancha nitrat sifati ketgan deyapti, to'g'rimi? Rux bizda sarflangani 0,2 bo'ladigan bo'lsa, hop, rux yozamiz. Unga 10 mol nitrat sifati ketyapti. Temir buni oldi koeffitsient 4 edi. Unga 4 mol nitrat sifati ketyapti. Temirni hisoblashimiz osonroq bu yerda. Bu 0,4 mol bo'lsa, bu 1,6 mol bo'ladi o'z-o'zidan. Endi rux bu yerda 0,2 olib kelingan. Hop, endi bu 4, bu 10 bo'ladi. Qancha desam, 2 ni, ya'ni 10 2 ga ko'paytirsam, 10 ni 0,2 ga ko'paytirsam 2, 2 ni 4 ga bo'lsam 0,5 mol. Jami 0,5 plus 1,6 teng 2,1 mol. Javobimiz A javob bo'ldi.